Bugungi kunda judayam ko'p odamlarni shunaqa bir problemasi borki, faqatgina qo'l to'tagi terlamaydi va qo'li kafti, oyog'ini tegi terlaydi. Ko'p bu asabdan ham bog'liq narsa. Ahamiyat berasizmi? Kimdir siz bilan ko'rishsa, kimnidir qo'li quruq bo'ladi, kimnidir qo'li ho'l bo'ladi. Qaysi biri sizga yoqadi? Qurug'i yoqadi. O'shaning uchun ko'plar bilmaydiki, shunaqa protseduramiz bor. O'sha gipogidroz deyotganingiz, uni ham kaftga ham qilsa bo'ladi, ham oyoqni tagiga terlayotganini qilsa bo'ladi. Chunki oyoqni tagida ayniqsa yozda o'zingiz o'ylang, issiq, yana terlayapti. Erkaklar yana noskida bir xil yuradi. Hozir yoshlar modni biladi, mokasini kiyadi. Mokasinani noskisiz kiyib yurishadi, lekin ko'p yoshi kattalar bular noskida yuradi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, ayniqsa samolyotga chiqqaningizda это ужас. Oyoq shunaqa terlaydi. Agar siz ekonom klassda ketayotgan bo'lsangiz, qo'yningiz ozib ketadi. Bu protsedurani ko'plar bilmaydi. Shunaqa botali toksin bilan bu narsani yo'q qilish mumkin. 6 oyga, 8 oyga, yarim yilga bu problemadan voz kechish mumkin.